kitob o'qish masalasida. Mana sizga keladigan eng aktual muammolardan. Aktualman. Ya'ni bolamni o'qita olmayapman. Siz o'sha qanaqa edi savolingiz, javobingiz? O'zing o'qiysan deb so'rayman-da. Xo'p, men hech qachon ko'rmaganman shu narsani. Mani oldimga bir kishi keldi-da. Men juda ko'p kitob o'qiyman o'zim. Uyda kitobim ham ko'p. Har kun kitob o'qiyman 1 soatdan, yarim soatdan. Lekin meni bolam o'qimayapti degan odam ko'rmaganman. Bunaqa narsa deyarli uchramaydi. U odam o'zi o'qimaydi. Odam o'zi muhti yo'q. Kitob o'qigan insonni ko'rmagan bola yoshligida. Qay u 7 ga kirgan bolaga kitob o'qitmoqchilar. U bo'ldi 7 уже uzuru bo'ldi. 7 yosh vaqt o'tib ketdi hisoblang. Men odatda bolam 7 yosh yoki 8 yosh desa, men boshimni qashlayman, bilmayman nima qilishni deyman, to'g'risi. Bola tug'ilganidan shug'ullanishingiz kerak bo'lgan narsa edi bu aslida. Semantikani 1 yoshgacha primерно shakllantiradi. Spetsialniy kartochkalar bor, internetda tiqilib yotibdi. Bolalar uchun foydali, ekologichni qiladi, o'yinchoqlar bor, boshqa narsalar bor. Shu bilan razviat qilib turib, harflarni 2 yoshgacha ta'limtirib, 3 yoshda bemalol o'qish o'rgatsa bo'ladi. Любой bola o'qiydi 3 yoshda. Bu qanaqa daholi emas. O'zi O'zbekistonda bu narsaga ishonmaganini, insonni qanchalik pastaligi tarbiyamiz menga ko'rsatib turadi. Ya'ni 3 yoshda kitob o'qish bu fantastik tuyulsa kimgadir, demak mentalitet bilan yoki jamiyat bilan nimadir neto. Chunki 3-4 yosh sredniy o'qish yoshi. Bola 8 da B L qilib o'qiydi. Men ko'rganman maktabda. Men maktabda ishlaganman. Bu nenormalniy.